Qara, bo'lajak yozing, seryozni, jiddiy odam. Jikir-jikir fikrlab o'tirmay, yana oldiga chiroyli o'zingni saqlab, tushundingmi? Ana keldilar. Kulma dedim. Maymun o'ynatayapman. Ha? Maymun o'ynatayapman. Kim bu? Ukam yonimga olib chiqqandim. Men jiddiyligimni aytdingmi? Aytdim. Men jiddiy insonman. Yonimda kulgan odamlar yomon ko'raman. Gulda e'tibor bermay, yering aylanamiz. O'zi ozgina hayajonlanib ketdim. Ketik, restoranga joy aytib qo'yganman. Boramiz. Opa, men qarasaga boshqa yigit qurib qo'yganmi? Nima qilasan? Yaxshi ko'raman-da. Mol olib keldingmi? Hech kim bilib qolmadim. Pulini bering. Qarang opa, yigitingiz kriminal ishlar bilan shug'ullanadi men. Bilmasam 100 ming bering xizmatga ishladim. Unda mol soyaga oldi, suv bering. Hozir boraman, tushuning? Aloqa tugadi. Ha, nima deyotgandim? Bu o'zi qanaqa joy? Bu yeri Sardoba restoran, geofizikadagi filial. Undan boshqa ikkita filial bor. Bittasi 5-da, Qorashahar. Ikkin Severnida. Ovqatlar zo'r. Hozir filmli set aytgan, olib keladi, ko'rasizlar. Xullas, to'yimiz ham yerda qilmoqchiman. To'yxona emas-ku bu? To'g'ri, to'yxona emas, lekin to'y qilsa bo'ladi. 700 ta odam sig'diradi. Короче, shu yerda bo'ladi to'yimiz. Opa, shu nimasini yaxshi ko'rib qo'ygansiz, oyoqdagi tapchikasiga qarang, bo'lishiga qarang, nimasi yoqadi uni sizga? Serioznoligini yaxshi ko'raman-da.